Hammaga assalomu alaykum qizlar. Bugun 1-iyun va bizada bugun imtihon bor. Ertalab barvaqt turib, zavtriklarni qilib, testlarni qaytadan yodlab, kiyinib, chiroyli bo'lib chiqdim, chunki imtihon men uchun har doim bayram. O'g'limni jiyanimga qo'yib, institut tomon ketdim. Institutning yo'li o'zi uncha uzoq emas, no probka, karvon probkalari bilan juda ham 1 soat vaqtni oladi. Institutga ham keldik. Keyin shunaqa yana test yodlab o'tirdik. Bu yoqda kursdoshlarim bilan ko'rishdik. Institutning shunaqa mini aptekachasida testlarni yodlashda davom etdik. Testdan, конечно же, o'tdim. Tabriklashlaringiz mumkin. Va qaytib uyga keldim. Yo'ldan o'zimga shunaqa obuchchalar oldim Asalka shopdan. Keyin o'g'lim bilan obed qilib, Mestre magazinchikka bordik. Bir-ikkita narsalar kerak edi. Shu narsalarni magazindan olib, qaytib uyga keldik. Va, конечно же, men yana kompot qaynatdim. Uylarni ozgina uborka qildim. O'g'lim uxlagan payt turganidan keyin esa ko'chaga chiqib ketdik. Bu yoqda obuvimni maqtayapman. Sushi zakaz qilib, maza qilib yeb, karusel uchishga keldik. Shunaqa o'g'lim karusellarda uchdi. Kстати, bugun hamma bolajonlarni bayram bilan tabriklayman. Конечно же, bayram o'tib ketdi, но всё равно hammaga bayram muborak bo'lsin. Keyin shunaqa Panda Toys'dan игрушкаchalar olib, qaytib uyga keldik. Всем пока, девочки. Спасибо за